Assalomu alaykum hurmatli talabalar. Bugun siz bilan mustaqillik yillarida O'zbekistondagi ma'naviy va madaniy taraqqiyot to'g'risida gaplashamiz. Bu dars davomida siz bilan tarixiy xotira yosh avlodni tarbiyalashda muhim omil ekanligi, tarixiy meros, mutafakkir avlodlarning ma'rifiy merosi, yutuqlarimizning garovi yoki milliy va diniy qadriyatlarimizning jahon sivilizatsiyasida tutgan o'rni hamda millatlararo tinchlik va konfessiyalararo totuvlik, barqarorlik garovi, mustaqil yurtdagi san'at, adabiyot va me'morchilik, milliy qadriyatlarning aks etishi kabi masalalarga to'xtalib o'tamiz. Ma'naviyatning ahamiyati haqida gaplashamiz va bu albatta jamiyatning taraqqiyotidagi ma'naviyatga bog'liqligi nima sababdan ekanligini ko'rib o'tamiz. Har bitta jamiyatda ma'naviyat albatta uning rivojlanishiga ma'lum bir ma'noda ta'sir ko'rsatuvchi kuch hisoblanadi va bizning tariximizda ham xuddi shunday 3000 yil oldindan boshlab vujudga kelgan va hozirgi kungacha rivojlanib kelayotgan ma'naviy hayotimiz juda katta ahamiyat kasb etadi. Qadimda ota bobolarimiz tomonidan yaratilgan urf odatlarimiz, turli xil ma'naviy dunyoqarashimiz yoki hayot tarzimiz yoki yaratilgan me'morchilik, moddiy madaniyatimiz, ma'naviy nomoddiy madaniyatlarimiz bizning mana shu rivojlanishimizga asos bo'lgan va jahon sivilizatsiyasining bir qismi sifatida ko'rilyapti. Albatta mana shu ming yillar davomida shakllangan qadriyatlarimiz bu xalqimizning asosiy boyligi hisoblanadi va hozirgi kunga qadar mana Navro'z, Hayit bayramlari yoki bo'lmasa bizning o'sha moddiy madaniyatimiz bo'lgan yodgorliklarimiz kabi juda ham katta boylikka ega ekanmiz. Bunda aytib o'tishimiz mumkinki, mana qadriyatlarimizdan juda ko'pchiligi jahon miqyosida tan olingan. Masalan, Navro'z bayrami yoki bo'lmasa milliy taomlarimizdan osh yoki mana o'yinlarimizdan musiqiy madaniyatimizdan lazgi, katta maqom va boshqalarni bizlar jahon miqyosida tan olinganligi va UNESCO umumjahon merosining nomoddiy merosi ro'yxatiga kiritilganligida ham ko'rishimiz mumkin. Shu bilan birgalikda aytishimiz mumkin, moddiy madaniyatimiz ham juda ulkan hisoblanadi va bunda mana bizdagi 5 ta asosiy obyekt sifatida kiritilgan o'sha Xivadagi Ichanqal'a, Buxoro tarixiy markazi, Shahrisabz tarixiy markazi, Samarqand madaniyatlar chorrahasidagi deb atalgan obyekt va nihoyat o'sha Buyuk Ipak yo'li, Zarafshon Qoraqum koridori nomi bilan kirgan, Tojikistondan boshlanib O'zbekiston orqali Turkmanistonga o'tib Ma'rif shahrida tugaydigan butun bir katta Ipak yo'lining qismi mana shu UNESCO umumjahon merosi ro'yxatiga kiritilganligini ko'rishimiz mumkin. Asosan mana mustaqillikdan so'ng ma'naviyatimizga bo'lgan ishonch ortib bora boshladi, unga e'tibor ko'tarildi va asosan mana Navro'z bayrami yoki Hayit bayramlarimiz qayta tiklandi, xalq bayram sifatida nishonlay boshladi. Mana shular bizning demak tariximizni demak rivojlanishimizni yoki ma'naviyatimizni yuksalishiga asosiy hissa bo'lib qo'shiladigan omillar bo'lib hisoblanar ekan. Albatta mana shu boy tarixni bilish milliy ongni shakllantiradi. Nima uchunki bizning o'sha tariximizda o'tgan buyuk allomalar, buyuk davlat arboblarini biz aytishimiz mumkinki, ulardan o'rnak olib, ana shu tariximizni kelgusini, kelajagimizni yaratish uchun asos bo'lib xizmat qiladi deb aytamiz. Misol uchun o'sha Beruniy, Al-Xorazmiy, Farabiy, Farg'oniy kabi buyuk allomalar yoki Alisher Navoiy, Ulug'bek kabi, Bobur kabi buyuk madaniyat arboblari bilan birgalikda bizning tariximizda o'sha yirik davlat arboblari ham o'tganki, masalan, Jaloliddin Manguberdi, Amir Temur, Zahiriddin Muhammad Bobur,
kabi o'sha buyuk ajdodlarimiz borki, bularni eslamasdan, ularni tarixini o'rganmasdan turib biz milliy ongni shakllantira olmas ekanmiz. Ajdodlarimiz merosi yoshlar tarbiyasida albatta muhim omil sifatida baholanadi. Nima uchunki ajdodlar bizga qoldirayotgan merosni o'rganmasdan turib biz o'zligimizni topa olmaymiz. Bizning ota-bobolarimiz nimalarga erishganligi va kelajakda biz nimaga erishishimiz mumkinligi mana shunga bog'liq holatda amalga oshirilar ekan. Buyuk allomalar merosi qayta o'rganib chiqila boshladi mana shu mustaqillik yillaridan. Nima uchunki bizda yetishib chiqqan o'sha yuzlab allomalarimizning merosiga bo'lgan munosabat sobiq sovet davrida turlicha talqin qilingan. Ularning ko'pchiligini o'sha mutaassiblar yoki bo'lmasa johil hukmdorlar sifatida baholangan bo'lsa, biz mustaqillik davrida ularni qayta o'rganish natijasida bizning mamlakatimizni rivojiga, bizning davlatchiligimizning rivojlanib borishiga ulkan hissa qo'shgan bir buyuk shaxslar ekanligini anglab yetamiz. Shu yuqorida aytib o'tganimizdek, bizning yodgorliklarimiz, nomoddiy va moddiy yodgorliklarimizni va ularni ommalashtirish maqsadida, shuningdek bizada o'sha yubileylari nishonlangan yuqorida aytib o'tilgan shaxslarning yubileylarini nishonlash maqsadida, tarixiy shaharlarimizni yubileylarini nishonlash maqsadida bizda ko'plab ilmiy anjumanlar, yubileylar o'tkazildi. Ularni qaraydigan bo'lsak, o'sha mana Samarqandning 2750 yilligi, Buxoro, Xiva, Termiz shaharlarining 2500 yilligi, Shahrisabz va Qarshining 2700 yilligi, Toshkentning 2200 yillik kabi yubileylari o'tkazilgan. Bundan tashqari mana har 10 yilda Alisher Navoiyning yubileylari o'tkazilib turibdi. Yoki Jaloliddin Manguberdining 800 yilligi, Amir Temurning 660 yilligidan boshlab mana bu yil 690 yilligi ham nishonlandi. Demakki biz aytishimiz mumkin, bunday buyuk shaxslarimiz tariximizda o'tgan. Jahon sivilizatsiyasida, faqat mamlakatimizda emas, jahon sivilizatsiyasida ham buyuk o'rniga ega. Shu bilan birgalikda mana yuqorida aytib o'tdik, Navro'z, Ramazon, Qurbon hayitlari ning nishonlanishi albatta bizdagi mustaqilligimiz davridagi diniy erkinlikka olib keldi. Faqat islom dini emas, boshqa dinlar ham sovet davrida taqiqlangan edi. 92-yildan boshlab bu dinlarga, ayniqsa mana shu xalqimizning e'tiqodi bo'lgan islom diniga erkinliklar berila boshlandi va diniy o'sha Qurbon hayiti, Eid, Ramazon hayitlariga demak nishonlanishga ruxsat berildi hamda ularni hozirga qadar xalqimiz sevib nishonlab kelayotgan ekan. Buning ahamiyati albatta juda yuqori turadi. Nima uchunki bizning mamlakatimiz 130 dan ortiq millat va ellat yashayotgan mamlakat hisoblanadi. Bularning har birining o'zining e'tiqodi va o'zining dini mavjud. Ularni bitta makonda, bitta vatanda birlashtirish ko'p jihatdan mana shu diniy erkinlik va ularni hamjihatlik, bag'rikenglikka bog'liq bo'lib hisoblanar ekan. Bu davrda bizning madaniyatimiz yoki musiqa san'atimiz, tasviriy san'atimiz, teatr va boshqalarimiz demak milliy asosda rivojlanganligini ko'rishimiz mumkin. Buni sovet davrida ayrim cheklovlar qo'yilgan edi. Masalan, milliy qadriyatlar, milliy o'sha san'atni rivojlantirish o'rniga umum sovet madaniyatini rivojlantirish targ'ib qilinar edi. Mustaqillikdan keyin esa albatta milliy madaniyatni rivojlantirish bu har bitta sohada, adabiyot, san'at, teatr, musiqa, tasviriy san'atda mana shunday yo'l bilan amalga oshirila boshlandi. Bunda biz ayniqsa hozirgi kunga qadar me'morchiligimizni eng nodir namunalaridan bo'lgan ko'plab binolarni mustaqillik davrida qurilganligini ko'rishimiz mumkin.
Jumladan o'sha aytishimiz mumkin, Oliy Majlis binosi, Temuriylar muzeyi, Turkiston saroyi va boshqalarni mana shular qatorida ko'rishimiz mumkin ekan. Bundan tashqari aytishimiz mumkin, o'sha tarixiy obidalarimiz ham bundan chetda qolmadi. Ya'ni ularga bo'lgan munosabat albatta o'zgardi va ularni saqlab qolish, kelajak avlodga yetkazish uchun kurash olib borila boshlandi va tarixiy obidalarni rekonstruksiya qilish, restavratsiya qilish hamda ularni konservatsiya va muzeylashtirish ishlari olib borilganligini ko'rishimiz mumkin ekan. Shunday ma'naviy ma'rifiy islohotlarning bir qismi sifatida aytishimiz mumkin, ma'naviyat va ma'rifat markazining tashkil etilganligini va bular 5 ta asosiy muhim tashabbus orqali amalga oshirilganligini ko'rishimiz mumkin ekan. Bular nimalardan iborat edi? Bular demak madaniyat, sport, IT, kitobxonlik va ayollar bandligi bo'lib hisoblanar ekan. Ayniqsa mamlakatimizda kitobxonlik mavzusida turli xil ko'rgazmalar, tanlovlar o'tkazila boshlandi va bu yosh avlodning kitobxonlikka bo'lgan munosabatini tubdan o'zgartirishga olib kelgan ekan. Shu bilan birgalikda mana yoshlar va ta'limga e'tibor o'zgarganligini ko'rishimiz mumkin. Masalan, kitobxonlik orqali, ilmni targ'ib qilish orqali yoki bo'lmasa iqtidorli yoshlarni qo'llab-quvvatlash orqali demak amalga oshirila boshlandi. Bunda Prezident iqtidorli farzandlari milliy dasturi katta ahamiyatga ega bo'ldi. Shunday qilib aytishimiz mumkinki, mustaqillik yillarida O'zbekiston ma'naviy tiklanish, milliy qadriyatlarni qayta tiklash va madaniy rivojlanish keng ko'lamda amalga oshirilganligini aytib o'tishimiz mumkin. E'tiboringiz uchun rahmat.